Rolls-Royce tilg'alanslar erlarning hammasining ko'zlaridan nur chaqnab, Rolls-Royce'ga ega bo'lishni orzu qiladi. Odatda BBA'ning bir hashamatlik bayroqdor mashinasi 2-3 million atrofida chiqadi. Lekin Rolls-Royce hadislar necha million, necha 10 million. Hatto buningga nima sabab bo'lgan? Ikki xat. Qo'l hunarvanchilik. To'g'ri, sap qo'l hunarvanchilik. Qani sinchiq bilan birga ko'rib boqaylik. Rolls-Royce zavodida siz hech qanday mexaniklik bilakni ko'ra olmaysiz. Butun jarayon butunlay qo'l hunarvanchilikdan boshlanadi. Rolls-Royce'ning mashinasida 44 ming xildan ortiq rang tangshash taxtasi bor. Maxsus rang tangshash ustisi mashina egasining qiziqishiga asosan mehmonxona temi, choch rangi, hatto itning rangiga asosan qo'l bilan rang tangshaydi. Texmo muhimi mashina egasi o'zining DNA'si orqali o'zining cho'ng'isi bilan ko'zning eng yoqtiradigan rang doirasini o'lchab zakaz qiladi. Tanlab bo'lgandan keyin taglik sir, suzuk sir, rang purkiladi. Oniki yatqa va sir purkiladi. Ba'zi avtomobil egalari hatto 23 qavat sir bilan sirlashni buyuradi. Yana avtomobil egalari sirga sanoqsiz olmas qo'shadigan ishlarmi bor. Holbuki yuqorqi mashg'ulotlarning hammasi odam kuchi orqali bir qadamdan tamomlanadi. Sirlab bo'lgandan keyin alohida siziqchilar o'yg'ilib bo'ladi. Avtomobildagi nafs siziqchilarni yasashdagi yo'llarni faqat ko'rik jamoatlar qila oladi. Holbuki ko'rik jamoati avlod Rolls-Royce uchun kuch sarf qilib kelgan. Albatta boshqa zavodlar taqlid qilib boqqan. Biroq buningga yetolmaydi. Endi ichki bizaklar kelayli. Yo'ltuzli qismini nihoyat aniq bilamiz. O'zimiz yoqtirgan rasmni Rollsga aytib bersak, Rolls-Royce rasmini loyilab chiqqandan keyin mingdan ortiq murakkab optik talonni qo'l bilan bartaldan oldin teshib qo'yilgan to'shikdan o'tkazib chiqadi. To'shik teshish garchi oddiy bo'lsa-mu, lekin siz ichki bizakning orqasida necha mingtal optik talonlarni tartibli o'rinlashtirmoqchi bo'ldingiz. Buning qiyinlik darajasi Hindistonning tursimlarini ratlashdan oddiy bo'lishi mutoyin. O'xshashlar ichki bizak buyumlarni butunlay qo'lda zakaz qilingan bo'lib, Rolls-Royce faqat Naviya yarim oroldan kelgan buqut terisini ishlatadi. Buqut terisida sernikiga o'xshash amaldorlik mazgildagi siziqchilari yo'q. Yer shakli sababidan Naviya yarim oroldagi kallarni quruq qo'ng'izlarmi nihoyat oz chiqadi. Kala terisining sirtqi ko'rinishi ta'sir uchirmaydi. Rolls-Royce odatda bir avtomobilning ichki bizakiga 9 mozaik terisini ishlatildi. Har bir parchasini odam kuchi bilan bartaraf qilib tikadi. Bulardan boshqa farishtalar bayramidagi salason, mashina beshidagi tabrikligicha ayol iloh qatorliqlarning hammasi butunlay qo'lda yasalgan. Rolls-Royce uning yuqori texnikalar qo'l bilan zakaz qilish yo'nalishiga ko'ngil bo'lgan. Mana bu uning haqiqiy qimmat bo'lishidagi sabab. Dunyoda o'xshash ikki tal yubormoq bo'lmagani o'xshash. Dunyoda o'xshash ikki dona Rolls-Royce yo'q. Aloqador sonliq ma'lumotlarga asoslanganda Jungo Rolls-Royce avtomobil egalarining o'rtacha yoshi yildan yilga to'valgan. Buning ichida 20 yoshdan oshganlar 20% egallaydi ekan. Sinchiq salonda mushu mazmunni ko'ryapkansiz. Mushu 20% ichidagi birsimi? Bu san mazmun mushu yerda oyoqlashdi. Mazmun yarg'an bo'lsa yulduz belgisini besib qo'ying.